Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim. Yodlaringda bo'lsa agar, men sizlarga Asalbononi traktorlarini maqtagan edim. Haqiqatan ham zo'r edi. Endi bizga yer yong'oqli banan aralashgan va yong'oq aralashgan banan, buni ham ichida olib kelganlar. Biz xullas qaron 20 ta zakaz qildik. Alhamdulillah, erta uchun yana 10 ta. Juda ham zo'r, mazali, haqiqatan ham zo'r. Men o'zimni muxlislarimga va yaqinlarimga shuni tavsiya qilmoqchiman. Juda ham zo'r narsa. Murojaat qilinglar, biz mana shu pastda raqamni qoldiramiz. Asalbonni o'ziga shaxsan murojaat qilsalaring bo'ladi. Juda ko'pchilik meni biladi. Men o'zim guvohi bo'lmay turib nimanidir tavsiya qilmayman, reklama olmayman. Lekin bu haqiqiy zo'r. O'zlari ham shu yerdalar, faqat ko'rinish xohlamadilar. Asalbonni agar sizga 1 soat oldin zakaz qilishsa, qancha vaqtda tayyorlab bera olasiz? O'sha 1 soat oldin 1 soatda tayyorlab hammasi sveji bo'ladi. Aytgan zahotlaringizoq sizga tayyorlab yetkazib beradilar. Dastavka xizmati ham mavjud. Bemalol yaqinlaringizga ham murojaat qiling. Avval o'zingiz tatib ko'ring, keyin yaqinlarga tavsiya qilasiz.